Assalomu alaykum aziz tomoshabinlarim. Bugun sizlar bilan juda ham dolzarb va ayniqsa aprel oyida har biringiz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir masalani muhokama qilamiz. Hozir aytadiganlarim nafaqat sizning moliyaviy barqarorligingizga, balki kelgusi may oyidagi byudjetingizga bevosita ta'sir qiladigan o'zgarishlar haqida bo'ladi. Agar sizning oila a'zolaringiz yoki yaqinlaringiz davlat tomonidan beriladigan biror bir qo'shimcha to'lov, nafaqa yoki moddiy yordam oladigan bo'lsangiz, demak bu video siz uchun shunchaki tavsiya emas, balki majbur anchalik ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan ogohlantirishdir. Agar aprel oyida hozir aytadigan ishlarni qilmasangiz, may oyida o'zingiz kutgan, oilangiz uchun zarur bo'lgan ushbu qo'shimcha to'lovdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu juda jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun diqqat bilan eshiting va barcha tavsiyalarga amal qiling. Agar bunday muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslikni istasangiz, hoziroq kanalimga obuna bo'lish tugmasini bosing va videoga like qo'yishni unutmang. Bu kanalimiz rivojiga yordam beradi va boshqa odamlar ham bu muhim ma'lumotdan boxabar bo'lishini ta'minlaydi. Core of the problem. Hurmatli do'stlar, keling avvalo muammoning ildiziga bir nazar tashlaylik. Oldinlari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Bu juda muhim, chunki ko'pchilik oldin shunday bo'lardi, demak hozir ham shunday bo'ladi degan noto'g'ri tushuncha bilan yashaydi. Biroq qonunchilik va ijtimoiy himoya tizimlarida doimiy o'zgarishlar sodir bo'ladi. Va bu o'zgarishlardan xabardor bo'lmaslik ayrim hollarda jiddiy moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Oldinlari, ya'ni bir necha yil avval yoki ba'zi to'lovlar uchun hatto yaqin o'tmishda ham ko'plab ijtimoiy nafaqalar va qo'shimcha to'lovlar avtomatik tarzda uzaytirilardi. Misol uchun, nogironlik nafaqasi oluvchilar har yili tibbiy ko'rikdan o'tib, o'z nogironlik guruhini tasdiqlashlari talab etilardi. Ammo aynan moddiy yordam yoki ba'zi oilaviy nafaqalar uchun har yili hujjat topshirish shart emas edi. Agar siz oilangizda kam ta'minlangan hisoblangan bo'lsangiz va bir marta moddiy yordam olish huquqiga ega bo'lganingiz tasdiqlansa, ba'zan bu to'lovlar bir necha yil davomida avtomatik tarzda uzaytirilardi. Yoki faqatgina bir marta murojaat qilishingiz talab etilib, to'lovlar belgilangan muddatgacha amal qilardi. Masalan, bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam ayrim hollarda odatda 6 oylik muddatga tayinlanar edi. So'ngra muddat tugagach, qayta ariza topshirish zarur bo'lardi. Ammo bu jarayon nisbatan sodda edi. Hujjatlar ro'yxati unchalik ko'p emasdi va qat'iy muddatlarga rioya qilish shunchalik og'riqli emasdi. Eng muhimi, ba'zi turdagi qo'shimcha to'lovlar, masalan, oila a'zosi bo'lgan nafaqaxo'rlar uchun beriladigan maxsus kompensatsiya to'lovlari, har qanday qo'shimcha harakatsiz, shunchaki pensiyaga qo'shib berilardi, chunki ularning tayinlanish shartlari avtomatik tarzda tekshirilardi va ular doimiy xarakterga ega edi. Bunday holatlarda fuqarodan o'z holatini qayta tasdiqlash talab qilinmas edi. Endi esa vaziyat biroz o'zgardi va bu o'zgarishlar ko'plab fuqarolarni befarq qoldirmasligi kerak. Ijtimoiy himoya tizimining samaradorligini oshirish, resurslarni aniqroq maqsadga yo'naltirish va shu bilan birga byudjet mablag'laridan oqilona foydalanish maqsadida yaqinda qabul qilingan qonun hujjatlari va hukumat qarorlariga asosan ba'zi qo'shimcha to'lovlar va nafaqalarni olish uchun har yili tasdiqlash jarayonidan o'tish zarurati paydo bo'ldi. Asosiy e'tibor aynan qo'shimcha to'lovlar va kompensatsiyalarga qaratilmoqda. Bu shuni anglatadiki, siz oladigan asosiy pensiya yoki nafaqangizga qo'shib beriladigan, masalan, uy-joy, kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan qo'shimcha moddiy yordamning ma'lum qismi yoki bolalar nafaqasining belgilangan bazaviy summasidan tashqari beriladigan ustama kabi to'lovlar endilikda har yili sizning joriy holatingizni tasdiqlashni talab qiladi.
Davlatning ijtimoiy himoya siyosati hozirda ijtimoiy adolat tamoyili asosida amalga oshirilmoqda. Bu esa har bir so'mning haqiqatdan ham muhtoj bo'lgan oilalarga yo'naltirilishini ta'minlashni nazarda tutadi. Bu o'zgarishning asosiy sababi shundaki, aholining moddiy ahvoli, oilaviy tarkibi va daromadlari doimiy ravishda o'zgarib turadi. Masalan, bir yilda oilaning daromadi oshishi, farzand voyaga yetishi yoki oila tarkibining o'zgarishi mumkin. Oldinlari bu ma'lumotlar yetarli darajada tezkor yangilanmasligi oqibatida ba'zi oilalar endi muhtoj bo'lmasa-da nafaqa olib kelishda davom etgan yoki aksincha, haqiqatdan ham muhtoj bo'lganlar yordamsiz qolgan holatlar kuzatilgan. Davlat esa bu to'lovlarni haqiqatdan ham muhtoj bo'lganlarga, ularning joriy holatini hisobga olgan holda yetkazishni istaydi. Shuning uchun endi aprel oyida tegishli idoralarga murojaat qilib, o'z holatingizni yangidan tasdiqlashingiz, ya'ni hujjatlaringizni yangilashingiz yoki avtomatik tarzda tekshiruvdan o'tishingizni ta'minlashingiz lozim. Bu jarayon sizning hozirgi moddiy ahvolingiz, oila tarkibingiz va boshqa muhim ma'lumotlaringiz davlat bazalarida yangilanishini ta'minlaydi. Aks holda, sizning holatingiz tasdiqlanmagan hisoblanib, may oyidan boshlab qo'shimcha to'lovlar avtomatik ravishda to'xtatiladi. Bu nafaqat bir martalik yo'qotish, balki butun yil davomida ushbu qo'shimcha mablag'siz qolish ehtimolini ham anglatadi. Toki siz qayta murojaat qilib, barcha talablarga javob bermagunizcha. Shuning uchun aprel oyini befarqlik bilan o'tkazib yuborish, oilaviy byudjetingizga sezilarli ta'sir qilishi mumkin bo'lgan jiddiy xatodir. Main Part 1. Detailed Breakdown. Keling endi bu vaziyatni chuqurroq ko'rib chiqamiz. Nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar bemalol bo'lishi mumkin? Bu o'zgarishlarning sizga bevosita ta'sirini tushunish uchun har bir tafsilotga e'tibor berish muhimdir. Avvalo, shuni bilishingiz kerakki, bu o'zgarishlar barcha turdagi ijtimoiy to'lovlarga birdek taalluqli emas. Bu asosan qo'shimcha yoki kompensatsiya xarakteridagi to'lovlarga tegishli. Ya'ni siz oladigan asosiy pensiya yoki nafaqa, masalan, yoshga doir pensiya, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, nogironlik pensiyasining asosiy qismi odatdagidek to'lanishda davom etadi. Bu to'lovlar sizning yoshingiz, xizmat stajingiz yoki tibbiy xulosangiz asosida tayinlanadi va ularning davomiyligi uchun har yili qo'shimcha hujjat talab qilinmaydi. Faqat nogironlik holatida TMEK xulosasining muddatini uzaytirishdan tashqari. Xavf ostida qoladiganlar esa aynan shu asosiy to'lovlarga qo'shib beriladigan ustamalar, turli imtiyozlar uchun kompensatsiyalar va kam ta'minlangan oilalar uchun beriladigan maxsus moddiy yordamlarning bir qismi hisoblanadi. Bu to'lovlar sizning moliyaviy ahvolingiz, oilaviy tarkibingiz yoki maxsus ehtiyojlaringizga bog'liq bo'lganligi sababli davlat ularning dolzarbligini har yili tekshirishni zarur deb hisoblaydi. Kimlar tashvishlanishi kerak? 1. Kam ta'minlangan oilalarga beriladigan qo'shimcha moddiy yordam yoki bolalar nafaqasi oluvchilar. Agar siz temir daftar, ayollar daftari yoki yoshlar daftari asosida moddiy yordam olgan bo'lsangiz, yoki oilangiz daromadi belgilangan minimal daromaddan past bo'lgani uchun bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam olayotgan bo'lsangiz, demak sizga juda ehtiyot bo'lishingiz kerak. Kam ta'minlangan oilalarga beriladigan bu to'lovlar odatda 6 oylik muddatga tayinlanadi va bu muddat tugashi bilan qayta tasdiqlashni talab etadi. Hozirgi vaziyatda esa aprel oyida aynan sizning oilangizning moliyaviy holati qayta tekshiruvdan o'tishi zarur. Agar oldingi hisob-kitoblar, ya'ni sizning arizangizning amal qilish muddati mart oyida tugagan bo'lsa, aprelda siz yangidan ariza topshirishingiz shart.
Bu sizning oilangizning joriy daromadlari va tarkibi hali ham kam ta'minlanganlik mezonlariga mos kelishini tasdiqlash uchun muhim. Misol 1. Tasavvur qiling, Toshkent shahrida yashovchi bir oila, deylik 4 kishidan iborat. Ona va 3 nafar voyaga yetmagan farzand. Turmush o'rtog'i vafot etganligi sababli ona boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi va qo'shimcha ravishda kam ta'minlangan oila sifatida har oyda bolalar nafaqasi, 12 yoshgacha bo'lgan har bir bola uchun hamda moddiy yordam oladi. Farzandlardan biri 17 yoshda va 18 yoshga to'lishiga yaqinlashmoqda. Bu esa unga to'lanadigan nafaqaning muddatini qisqartiradi. Agar shu oilaning bolalar nafaqasi yoki moddiy yordamining tayinlanish muddati oldingi marta sentyabr oyida arizani yangilagan bo'lsa va shu oylik muddat mart oyida tugagan bo'lsa, ona aprel oyida ijtimoiy himoya agentligining mahalliy bo'limiga murojaat qilib, oilaning daromadlari va tarkibi to'g'risidagi ma'lumotlarni qayta taqdim etishi shart. Bu yilgi o'zgarishlarga ko'ra, oilaning umumiy daromadiga yangi baho beriladi. Har bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan daromad minimal iste'mol xarajatlaridan oshmasligi kerak. Agar aprel oyida bu harakat qilinmasa, may oyidan boshlab bolalar nafaqasi va moddiy yordamni olish to'xtatiladi. Bu oila uchun oyiga qo'shimcha 3,10 so'm. Bu shartli raqam bo'lib, nafaqa miqdori qonunchilikka qarab o'zgarishi mumkin. Yo'qotish degani. Bunday vaziyatda oilaning kunlik xarajatlari, bolalarning maktab ehtiyojlari, darsliklar, kiyim-kechak va oziq-ovqat xarajatlari jiddiy muammoga duch kelishi mumkin. Chunki bu mablag'siz yashash darajasi sezilarli darajada pasayadi. Nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan ba'zi qo'shimcha imtiyozlar va kompensatsiyalar. Nogironlik pensiyasi oluvchilar, ayniqsa 1 va 2 guruh nogironlariga tegishli ayrim qo'shimcha to'lovlar mavjud. Masalan, uy-joy kommunal xizmatlari uchun kompensatsiya to'lovlari, masalan, elektr energiyasi, gaz, suv uchun imtiyozli tariflar o'rniga beriladigan naqd pul ko'rinishidagi kompensatsiya yoki dorilar uchun subsidiya shaklidagi ustamalar. Garchi nogironlik pensiyasining asosiy qismi avtomatik uzaytirilishi mumkin bo'lsa-da, aynan shu ustama yoki kompensatsiyalar uchun har yili tasdiqlash talab etilishi mumkin. Bu odatda Tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi TMEK xulosasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ba'zida TMEKning yangi xulosasi avtomatik ravishda pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya agentligi tizimiga kiritilmasligi va uni qo'shimcha to'lovlar tayinlovchi organga shaxsan taqdim etish zarurati yuzaga kelishi mumkin. Shu bilan birga, imtiyozlar ro'yxati va ularning miqdorlari ham har yili o'zgarishi mumkin. Shuning uchun ularni tasdiqlash muhim. Misol 2. Qashqadaryo viloyatida yashovchi 80 yoshli 2 guruh nogironi bo'lgan fuqaro AN har oyda nogironlik pensiyasi oladi va unga qo'shimcha ravishda kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya to'lovini oladi. Bu kompensatsiya har oyda 200,000 so'm shartiy raqam miqdorda belgilanadi. Agar uning nogironlik muddati o'tgan yilning oktyabr oyida tugagan bo'lsa va u mart oyida TMEKdan yangi xulosa olib, nogironlik muddatini uzaytirgan bo'lsa, ammo bu yangi ma'lumotlarni pensiya ta'minoti bo'limiga yoki ijtimoiy himoya agentligining mahalliy bo'limiga o'z vaqtida taqdim etmagan bo'lsa, aprel oyining oxiriga qadar bu ma'lumotlarni taqdim etishi shart. Kompensatsiya to'lovlari ko'pincha TMEKning haqiqiy xulosasiga asoslanadi. Shuning uchun yangi xulosaning mavjudligi va tizimga kiritilishi juda muhimdir. Aks holda, may oyidan boshlab
uning nogironlik pensiyasining asosiy qismi to'lanishda davom etsa-da, kommunal xizmatlar uchun qo'shimcha kompensatsiya to'lovi to'xtatib qo'yiladi. Bu ayniqsa qish faslidan keyin yozga o'tishda odatda kommunal to'lovlar biroz kamaysa-da, baribir oilaviy byudjet uchun sezilarli yordam bo'lgan mablag'dan mahrum bo'lish deganidir. Chunki AN uchun har bir so'm muhim ahamiyatga ega. 3. Maxsus pensiya ustamalari oluvchilar. Ba'zi fuqarolar, masalan, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari, Afg'on urushi faxriylari, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda qatnashganlar yoki boshqa alohida xizmatlari uchun belgilangan qo'shimcha pensiya ustamalari oladi. Garchi bu ustamalar ko'pincha doimiy bo'lsa-da, ba'zi turdagi ustamalar uchun davriy tekshiruvlar yoki shaxsiy ma'lumotlarning yangilanishi talab etilishi mumkin. Misol uchun, shahar ichida transportda yurish imtiyozi o'rniga beriladigan kompensatsiya to'lovlari. Agar bu turdagi imtiyozlarni olish shartlari o'zgargan bo'lsa, yoki sizning ma'lumotlaringizni tasdiqlash talab etilsa, aprel oyida bunga e'tibor qaratish lozim. Bu turdagi ustamalar ko'pincha shaxsning ijtimoiy maqomiga bog'liq bo'lganligi sababli bu maqomning o'zgarmaganligini tasdiqlash talab etilishi mumkin. Misol 3. Farg'ona viloyatidan nafaqaxo'r fuqaro SK yoshga doir pensiya oladi va unga qo'shimcha ravishda shahar jamoat transportida bepul yurish huquqi uchun har oylik malay 900 so'mlik shartli raqam kompensatsiya to'lovi beriladi. Bu kompensatsiya to'lovi avval avtomatik tarzda yangilanar edi. Biroq joriy yildan boshlab jamoat transportidagi imtiyozlar tizimida o'zgarishlar yuz berdi. Va endi bu kompensatsiyani olish uchun har yili pensiya ta'minoti bo'limiga murojaat qilib, shaxsiy ma'lumotlarni, masalan, yashash joyi o'zgarmaganligi, boshqa shu kabi transport imtiyozlaridan foydalanmayotganligi haqida tasdiqlash talab etilishi mumkin. Pensiya jamg'armasiga yangi qoida bo'yicha ma'lumot kiritilishi zarur bo'lishi mumkin. Agar eski bu talabdan bexabar qolib, aprel oyida hech qanday harakat qilmasa, may oyida uning pensiyasiga qo'shib beriladigan 100,000 so'mlik kompensatsiya to'xtatib qo'yiladi. Bu uning kunlik transport xarajatlariga bevosita ta'sir qiladi. Chunki har kuni avtobusda yoki marshutkada yurishi uchun pul to'lashga majbur bo'ladi va bu uning oilaviy byudjetida kutilmagan kamchilikni yuzaga keltiradi. Kimlar tashvishlanishi shart emas? 1. Faqatgina asosiy pensiya yoki nafaqa oluvchilar. Agar siz faqat yoshga doir pensiya, xizmat yillari uchun pensiya yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasining asosiy qismini olsangiz va bunga hech qanday qo'shimcha ustama yoki kompensatsiya belgilanmagan bo'lsa, siz ehtimol bu o'zgarishlardan tashvishlanmasangiz ham bo'ladi. Sizning to'lovlaringiz avtomatik tarzda davom etadi. Bu turdagi pensiyalar muddatli emas va ularni olish uchun har yili qayta tasdiqlash talab etilmaydi. Chunki ular fuqaroning hayotiy holati, yoshi, staji bilan bog'liq bo'lib, ular doimiy xarakterga ega. 2. Yaqinda, ya'ni oxirgi 3-6 oy ichida ijtimoiy to'lovlar uchun ariza topshirgan yoki holatini tasdiqlaganlar. Agar siz dekabr, yanvar, fevral yoki mart oylarida bolalar nafaqasi, moddiy yordam yoki boshqa qo'shimcha to'lovlar uchun qayta ariza topshirgan va hujjatlaringizni yangilagan bo'lsangiz, demak sizning holatingiz allaqachon tekshirilgan va tasdiqlangan bo'lishi kerak. Bunday hollarda aprel oyida qayta murojaat qilish zarurati tug'ilmasligi mumkin. Chunki sizning ma'lumotlaringiz yangi tekshiruvdan o'tkazilgan va natijalar tizimga kiritilgan. Lekin shuni eslatib o'taman. Har ehtimolga qarshi o'zingizning aniq vaziyatingizni tegishli organdan, masalan, ijtimoiy himoya agentligidan tekshirib olish ortiqchalik qilmaydi. Bu xavf-xatarlardan himoyalanishning eng yaxshi usuli. Chunki
Ortiqcha tekshirish zarar qilmaydi degan tamoyilga amal qilish har doim foydalidir. 3. Davlat byudjetidan ish haqi oluvchilar. Davlat tashkilotlarida ishlaydigan va o'zining ish haqi bilan birga ba'zi qo'shimcha to'lovlar oladigan fuqarolar. Ularning to'lovlari odatda ish beruvchi tomonidan rasmiylashtiriladi va bu masalada bevosita shaxsiy harakat talab etilmaydi. Masalan, ba'zi o'qituvchilar yoki shifokorlarga beriladigan ustamalar, davlat organlari xodimlariga beriladigan maxsus to'lovlar. Ushbu to'lovlar ish beruvchining buxgalteriyasi orqali hisoblanib, belgilangan tartibda to'lanadi va ularni olish uchun shaxsiy ariza topshirish yoki ma'lumotlarni har yili yangilash talab qilinmaydi. Main Part 2. Exceptions to the rules, pitfalls and unobvious nuances. Endi esa ushbu jarayon bilan bog'liq bo'lgan istisnolar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan tuzoqlar va noaniq jihatlarni ko'rib chiqaylik. Bu qism ayniqsa muhim, chunki ba'zi holatlarda qoidadan istisno bo'lib qolishingiz yoki kichik detallarga e'tibor bermasligingiz jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu tafsilotlarni tushunish sizning moliyaviy barqarorligingizni saqlab qolishga yordam beradi. 1. Istisnolar. Barcha qo'shimcha to'lovlar ham har yili tasdiqlashni talab qilmaydi. Ba'zi turdagi kompensatsiyalar yoki ustamalar, agar ular qonun hujjatlarida boshqacha belgilanmagan bo'lsa, umrbodlik xarakteriga ega bo'lishi mumkin. Masalan, O'zbekiston qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan shaxslarga beriladigan qo'shimcha to'lovlar odatda doimiy hisoblanadi va har yili tasdiqlashni talab etmaydi. Bu kabi to'lovlar shaxsning alohida maqomi yoki xizmatlari uchun belgilangan bo'lib, bu maqom o'zgarmas ekan, to'lovlar ham davom etadi. Xuddi shunday, ba'zi maxsus xizmatlar uchun beriladigan ustamalar ham shaxsning maqomi o'zgarmas ekan, doimiy bo'lishi mumkin. Ammo bu istisnolarni aniq bilish uchun siz oladigan har bir qo'shimcha to'lovning tayinlanish shartlari o'zgarishsiz qolganligini tekshirishingiz shart. Har bir fuqaroning holati individual bo'lganligi sababli umumiy qoidalar barchaga birdek qo'llanilmasligi mumkin. Buning eng yaxshi yo'li tegishli muassasa, masalan, ijtimoiy himoya agentligi, pensiya jamg'armasi bilan bog'lanib, aniqlik kiritishdir. Men X turdagi ustama olaman. Uni har yili tasdiqlashim kerakmi? degan savol bilan murojaat qilish sizga aniq javob beradi. 2. Tuzoqlar, pitfalls. Muddatni unutish. Eng katta tuzoq bu belgilangan muddat, ya'ni aprel oyining oxiriga qadar harakat qilmaslikdir. Ko'pchilik qandaydir xabar kelar, menga aytishar, avtomatik bo'lib qolar degan umidda kutib o'tiradi. Ammo davlat idoralari har bir fuqaroga shaxsan qo'ng'iroq qilib eslatib turishga majbur emas. Ma'lumotlar ommaviy axborot vositalarida, gazetalar, radio, televideniya, rasmiy veb-saytlarda my.gov.uz, ijtimoiy himoya.uz e'lon qilinadi. Ammo ularni kuzatib borish har bir fuqaroning o'z zimmasidagi mas'uliyatdir. Agarda siz aprel oyini o'tkazib yuborsangiz, may oyidagi qo'shimcha to'lovingizni yo'qotasiz va uni qayta tiklash uchun keyingi oylarda yana qo'shimcha vaqt va harakat sarflashingizga to'g'ri keladi. Bu esa ortiqcha stress, og'ozbozlik va moliyaviy qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Chunki bu vaqt oralig'ida siz o'zingizga tegishli bo'lgan puldan mahrum bo'lasiz. Hujjatlarni noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan holda taqdim etish. Ba'zan fuqarolar zarur hujjatlar ro'yxatini to'liq bilmasdan yoki ularni noto'g'ri rasmiylashtirib murojaat qilishadi. Natijada hujjatlar qabul qilinmaydi yoki jarayon kechiktiriladi. Bu esa to'lovning to'xtatilishiga sabab bo'ladi. Masalan,
Oila a'zolarining daromadlari haqidagi ma'lumotnomani noto'g'ri shaklda taqdim etish, eski blankadan foydalanish yoki bank hisob raqamini yangilamaslik yoxud o'zgartirgan bo'lsa-da, bu haqida xabar bermaslik. Har bir hujjatning talab qilingan shakli, tarkibi va muddatiga e'tibor bering. Barcha ma'lumotlar aniq, to'g'ri va hujjatlar amaldagi qonunchilik talablariga mos kelishi shart. Agar birorta hujjat yetishmasa yoki xato bo'lsa, arizangizni ko'rib chiqish rad etilishi mumkin. Ma'lumotlarning eskirganligi, yashash joyi o'zgarishi, oila tarkibining o'zgarishi, nikoh, ajralish, farzand tug'ilishi yoki voyaga yetishi, oila a'zosining vafoti, daromad manbalarining o'zgarishi, masalan, ishdan bo'shash, yangi ishga kirish, qo'shimcha daromad manbai paydo bo'lishi kabi ma'lumotlar avtomatik tarzda davlat bazalarida doimiy va tezkor yangilanmasligi mumkin. Siz ularni o'zingiz yangilashingiz yoki tegishli tashkilotga xabar berishingiz kerak. Agar sizning eski ma'lumotlaringiz asosida tekshiruv o'tkazilsa va ular haqiqatga to'g'ri kelmasa, sizning to'lovlaringiz to'xtatilishi mumkin. Chunki siz endi tegishli mezonlarga javob bermaysiz deb topilasiz. Free, noaniq jihatlar va nuanslar. Elektron tizimlar va inson omili. Hozirgi kunda ko'plab arizalar va ma'lumotlar yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz orqali yoki ijtimoiy himoya agentligining ijtimoiy himoya yagona reyestri tizimi orqali qabul qilinadi. Ba'zan texnik nosozliklar, masalan, internet aloqasi uzilishi, serverning vaqtincha ishlamay qolishi yoki tizimdagi uzilishlar tufayli hujjatlarni yuklashda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatlarda imkon qadar tezroq boshqa usullarni, masalan, shaxsan murojaat qilish yoki davlat xizmatlari markazlaridan yordam so'rash ko'rib chiqing va muddati o'tmasdan muammoni hal qiling. Shuningdek, ba'zi joylarda inson omili ham hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin. Masalan, bitta xodim hujjatni boshqacharoq talqin qilishi, boshqasi esa qoidalarga qat'iy amal qilishi mumkin. Shuning uchun har doim qoidalarni o'zingiz ham bilishga harakat qiling. Va agar tushunmovchiliklar yuzaga kelsa, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qilishdan tortinmang. O'z huquqlaringizni bilish va ularni talab qilish muhim. Murojaat qilish usullari. Ariza topshirishning bir necha usuli mavjud. my.gov.uz orqali elektron shaklda, ijtimoiy himoya agentligining mahalliy bo'limlariga shaxsan borib yoki xalq qabulxonalari orqali. Qaysi usulni tanlash sizga qulayroq ekanligiga bog'liq. Biroq shuni unutmangki, elektron usulda topshirilgan arizalar ham odatda belgilangan muddatlarda ko'rib chiqiladi va javob qaytariladi. Shaxsan borish esa ko'proq vaqt talab qilishi, navbatlarda turishga to'g'ri kelishi mumkin. Ammo shu bilan birga savollarga joyida javob olish imkonini beradi va hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirishda yordam olishingiz mumkin. Har bir usulning o'z afzallik va kamchiliklari bor. O'zingiz uchun eng maqbulini tanlang. Ma'lumotlarni tekshirish mexanizmi. Ba'zi to'lovlar uchun davlat idoralari o'zlari kerakli ma'lumotlarni boshqa idoralardan, masalan, soliq idorasi, kadastr agentligi, FHDYO, davlat reyestri so'rab oladi. Bu avtomatlashtirilgan jarayon bo'lib, fuqarolarning yukini kamaytirishga qaratilgan. Ammo bu har doim ham 100% ishonchli ishlamaydi. Tizimlarning integratsiyasidagi uzilishlar, ma'lumotlardagi nomuvofiqliklar yoki inson omili tufayli ba'zida sizning ma'lumotlaringiz yangilanmasdan qolishi mumkin. Shuning uchun sizdan o'z ma'lumotlaringizni tasdiqlash talab etilganda, buni bajarishingiz shart.
Agar sizning ma'lumotlaringiz tizimda avtomatik tarzda yangilanmagan bo'lsa, sizning to'lovingiz to'xtatilib, keyinroq ma'lumotlar yangilangach qayta tiklanishi mumkin. Ammo bu vaqt davomida moliyaviy yo'qotishlarga duch kelasiz. Shunday vaziyatga tushmaslik uchun faollik ko'rsatish eng yaxshi yechimdir. Ushbu istisnolar, tuzoqlar va noanir jihatlarni bilish sizga o'z huquqlaringizni himoya qilishga va qo'shimcha to'lovlardan mahrum bo'lmaslikka yordam beradi. Har qanday shubhali holatda menimcha yoki ehtimol deb taxmin qilish o'rniga rasmiy manbalardan yoki mutaxassislardan aniq ma'lumot olishga harakat qiling. Bu sizni kutilmagan moliyaviy muammolardan qutqaradi. Xo'sh, endi eng muhim qismga o'tamiz. May oyida qo'shimcha to'lovingizni yo'qotmaslik uchun aprel oyida aynan nima qilishingiz kerak? Sizga aniq, bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Bu sizning va oilangizning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashga yordam beradi. 1. Qaysi turdagi to'lovlarni olayotganingizni aniqlang. Avvalo, o'zingiz yoki oila a'zolaringiz qaysi qo'shimcha to'lovlarni, nafaqalarni yoki moddiy yordamlarni olayotganingizni aniq bilib oling. Bunga bolalar nafaqasi, moddiy yordam, nogironlik nafaqasiga qo'shimcha imtiyozlar, kommunal to'lovlar uchun kompensatsiyalar, shuningdek pensiyaga qo'shiladigan boshqa ustamalar kirishi mumkin. Ko'pincha bu to'lovlar har oy asosiy nafaqangizga qo'shib beriladi va ba'zan siz ularning aynan qaysi turdagi to'lov ekanligini anglamasligingiz mumkin. Shuning uchun oylik tushumlaringizni diqqat bilan tekshiring. Agar shubhalansangiz, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki ijtimoiy himoya agentligining mahalliy bo'limiga murojaat qiling va sizga qanday to'lovlar tayinlanganligini va ularni uzaytirish uchun nima qilish kerakligini so'rang. Bu harakat sizga aniq yo'l xaritasini beradi. Masalan, men har oy mungda miqdorida X nafaqa va Y qo'shimcha to'lovini olaman. Ularni may oyida ham olishni davom ettirishim uchun qanday hujjatlarni qayerga topshirishim kerak va buning muddati qachongacha deb so'rashingiz mumkin. O'zingizni tanishtiring, shaxsiy ma'lumotlaringizni ayting va aniq savol bering. 2. Muddatingizni tekshiring. Agar siz bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam olsangiz, bu to'lovlarning tayinlanish muddati odatda sil oy yoki oniy yil bo'lishi mumkin. Oxirgi marta qachon ariza topshirganingizni va to'lov muddati qachon tugashini eslang. Hatto eslay olmasangiz ham, qo'shimcha to'lovni olgan oxirgi kvitansiyangizni yoki bank kartangizdagi harakatlar tarixini tekshirib ko'ring. Agar sizning arizangizning amal qilish muddati mart oyida tugagan bo'lsa yoki aprel oyida tugasa, demak sizning holatingizni yangilashga kirishishingiz kerak. Nogironlik bo'yicha qo'shimcha imtiyozlar uchun. Agar sizning nogironlik guruhingiz bo'yicha tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi TMEK xulosasining amal qilish muddati o'tgan bo'lsa va siz uni uzaytirgan bo'lsangiz, yangi xulosani tegishli organga taqdim etganingizga ishonch hosil qiling. Agar yangi xulosa qo'lingizda bo'lsa-yu, hali taqdim etmagan bo'lsangiz, buni darhol amalga oshiring. 3. Kerakli hujjatlarni yig'ish. Qo'shimcha to'lovlarning turiga qarab, hujjatlar ro'yxati farq qilishi mumkin. Odatda, bu hujjatlarga quyidagilar kiradi. Pasport, asl nusxasi va barcha muhim sahifalarning nusxasi. Oilaning tarkibi va turar joyi haqidagi ma'lumotnoma. Mahalla fuqarolar yig'inidan. Odatda bu ma'lumotlar elektron tizim orqali ham olinishi mumkin. Ammo sizda qog'oz nusxasi bo'lishi ortiqchalik qilmaydi. Oilaning daromadlari haqidagi ma'lumotnoma. Agar ishlaydigan a'zolar bo'lsa, ularning ish joyidan.
Aks holda, pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya agentligi zarur ma'lumotlarni soliq idorasidan va boshqa manbalardan o'zi so'rab olishi mumkin. Ammo sizda isbotlovchi hujjatlar bo'lishi yaxshi. Pensiyaning miqdori avtomatik tarzda tizimga kiritiladi. Bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, agar bolalar nafaqasi bo'lsa, ularning asl nusxalari va nusxalari. Nikoh guvohnomasi, agar mavjud bo'lsa, yoki ajralish haqidagi guvohnoma, agar mavjud bo'lsa. Demak, xulosasi, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun uning asl nusxasi va nusxasi. Bank hisob raqami rekvizitlari, plastik karta ma'lumotlari, ya'ni bank kartangizning raqami va egasining ismi sharifi. Hujjatlarni yig'ishdan oldin yana bir bor murojaat qiladigan idoradan aniq ro'yxatni so'rab olishni tavsiya qilaman. Masalan, menga bolalar nafaqasini uzaytirish uchun qanday hujjatlar kerak deb so'rang va ro'yxatni yozib oling. Hatto telefoningizga saqlab qo'ying. Bu sizni ortiqcha yugurlardan xalos qiladi. Qayerga murojaat qilish kerak? Ko'pgina ijtimoiy to'lovlar bo'yicha arizalar va ma'lumotlarni yangilash bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Ijtimoiy himoya agentligining mahalliy bo'limlari orqali amalga oshiriladi. Bu agentlik ijtimoiy yordam ko'rsatish bo'yicha asosiy organdir. Pensiya jamg'armasiga taalluqli masalalar, masalan, pensiyaga qo'shimcha ustamalar uchun esa pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qilishingiz lozim. Eng qulay usullardan biri bu yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz orqali elektron ariza topshirishdir. Bu yerda siz uyda o'tirib, kerakli hujjatlarning skaner qilingan nusxalarini yoki fotosuratlarini sifatli tarzda yuklashingiz va arizani yuborishingiz mumkin. Bu ayniqsa jismoniy holati sababli idoralarga borishga qiynaladigan fuqarolar uchun juda qulay. Ammo shuni unutmangki, elektron ariza topshirishda barcha maydonlarni to'g'ri to'ldirish va hujjatlarni aniq o'qiladigan tarzda yuklash muhimdir. Agar internetdan foydalanishda qiynalsangiz yoki yordamga muhtoj bo'lsangiz, o'zingizga yaqin bo'lgan davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishingiz mumkin. U yerda mutaxassislar sizga elektron ariza topshirishda yordam berishadi. Zarur bo'lsa, hujjatlaringizni skaner qilib berishadi va barcha jarayonni siz uchun amalga oshiradilar. Bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'zingizning vaziyatingiz haqida izohlarda yozib qoldiring. Siz ham qo'shimcha to'lovlar olasizmi? Bu o'zgarishlardan xabardor edingizmi? Siz qanday choralar ko'rdingiz? Fikrlaringiz biz uchun juda muhim, chunki bu boshqa tomoshabinlarga ham yordam berishi mumkin. Videoga like bosishni unutmang. Bu kanalimizga va boshqa odamlarga bu muhim ma'lumotni yetkazish uchun muhimdir. Va albatta, kelgusi muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.